Assalomu alaykum go'zallarim, mana bugun men zakaz qilgan narsalarim bilan bo'lishmoqchiman. Bu yerda mana 10.193 rubllik zakazim yetib keldi. Bu zakazlar mana shunday korobkalarda chiroyli qilib jo'natiladi va korobkaning ichiga bu yerda nakladnoy sizga kerak bo'lsa kataloglari bilan solib jo'natishadi. Undan tashqari bu yerda hamma Rossiyani hamma davlat regionlariga dastavkalar bor. Hozirda bu mahsulotlarni qancha summaga kelgani va undan tashqari qanday yangi atirlar chiqqanligi haqida bo'lishaman. Qaranglar, birinchi o'rinda mana bunday yangi chiqqan probniklarimizdan zakaz qildim. Bu yerda mana eklot nabor. Bu naborning ichida где-то 6 ta atirni probniklari bor. Bu yerda 10 ta probnik yig'ilgan. Murskoy, jenskiy, 5 tasi murskoy, 5 tasi jenskiy hisoblanadi. Bu Rossiya puliga 199 rublni tashkil qiladi. Qaranglar, ko'pchiligimiz yaxshi ko'rgan mana bu Jardani Essenza brend atiri bor. Mana shu atirdan ham zakaz qildim. Hozirgi katalogda mana shu atirni qizil sveti chiqqan. Buni ham obzor qilib beraman. Bu atirni eng zo'r plus tarafi atirni ko'rinishi xuddi tillaga o'xshab yaltillaydi. Mana shu krishkasida tilla suv yuritilgan. Qaranglar, juda ham chiroyli. Bu atir 3000 rubldan qimmatroq keladi bu katalogda. Hozir bu katalogda yangisi chiqqan, juda ham приятный ifor. Ko'pchilik ayol kishilar вечерний atirlarni izlashayotgan bo'lsa, mana shunday atirlarni tavsiya qilaman. Keyin bizada mana bunday hozir aksiya ketayotgan ikkita aksiya ketyapti. Love Potion atirlari bor. Bu Love Potion atirlarini parfyum, jenskiy parfyum ikkitasini olsangiz 1500 rubldan sizga to'g'ri keladi. 1500 rubldan tushadi. Bu atir 50 mg tashkil qiladi. 50 ml parfyum, jenskiy. Bu atir juda ham приятный, shokolad va klubnika hidini beradi. Juda ham приятный, yoqimli atir. Va bu bilan birga, bu atir bilan birga mana shu atirni parfyumerniy krem для telasi ham hozir skidkada. Hozir где-то 550-600 rublga mana shunday parfyumerniy krem для telani olishingiz mumkin. Qaranglar, qanday bizga chiroyli pakovkalarda jo'natadi. Bu yerda yana bitta защитный plyonkalari bilan chiroyli qilib krem для telasi 250 mg juda ham ko'p vaqt ketadi. Hidi xuddi atirning hidini beradi. Bu yerda mana postes atirini ham krem для telasini zakaz qilganman. Bu yerda mana Essenzanikini ham zakaz qilganman. Juda ham приятный, juda ham xushbo'y hidi. Buni oldin krem для telani birinchi ishlatib keyin atirni ishlatadigan bo'lsangiz, hidi juda ham chiroyli bo'lib, приятный bo'lib kelib turadi. Keyin bu yerda yangi chiqqan atirimiz. Bu atir ham murskoy, ham jenskiy hisoblanadi. Bu atir 50 mg parfyum hisoblanadi va hidi juda ham приятный. Hozir bahorga, yozga to'g'ri keladi. Ja o'tkir emas, ja svejiy emas. O'rtacha hidli, bu hid uzoq turadigan, kamida 10 soat hidi turadigan jenskiy murskoy parfyum hisoblanadi. Keyin yana bitta o'g'il bolalarimiz uchun 100 mg mana shunday atirlarimiz hozir skidkada kelyapti. Bu atir где-то 1000 rubl atrofiga keladi bizga. Bu 100 mg atir. Bu atirning hidi qanaqa? Qaranglar, kim tog'lardagi qorni svejiy atirlarni, svejiy zapahni yaxshi ko'radigan bo'lsa, mana shu Glacier atirini ko'kini tavsiya qilaman. Juda ham приятный atir. Mana bu atirning pulini aytib ketmadim. Bu atir где-то 1500-1600 rublga bizga keladi. Keyin bu yerda Love Potion atirini spreyi bor. Bu sprey 75 mg. Undan tashqari parfyum yozga tanaga juda ham zo'r ketadi. Hidi juda ham uzoq vaqt turadigan mana shu atirni spreyi. Xohlasangiz buni atirini, spreyini va bu yerda krem для telasini uchalasini nabor qilib olsangiz ham bo'ladi. Juda ham hidi zo'r. Spreyning narxi 700 rublga sizga kelyapti. Keyin bu yerda mana shunday parfyum, bu jenskiy parfyum hisoblanadi. Qaranglar, 50 mg va svejiy. Kim agarda svejiy, pudrniy и нежный atirni yaxshi ko'radigan bo'lsa, mana shu yangi chiqqan atirimizni sizlarga tavsiya qilaman. Bu atir 1600 rublga bizga kelyapti va sizga yana skidkasi undan tashqari oyliklarni ham tashlab beradi. Keyin mana bu yerda bizga Valeria atri bor. Ko'pchiligimiz yaxshi biladi. Oriflemda rozaga o'xshagan, roza gulga o'xshagan ko'rinishdagi atir chiqqan. Bu parfyum hisoblanadi. Ham arzon keladi bizga 50 mg, ham hidi parfyum juda ham приятный. Bizga 1000 rublga mana shu atirlar kelyapti. Qaranglar, qanday zo'r. Keyin bu yerda shampunlarimiz. Bu shampunni alohida sizlarga obzor qilib beraman, chunki bu shampun juda ham приятный. Ko'pchilik ham shampun, ham balzam olib ishlatasizlar qizlar. Bu yerda eng birinchi bu shampunning yutug'i
ham balzami, ham shampun o'zida 2 в 1 shampun hisoblanadi. Ikkinchisi, qaranglar, ikkinchi plyusi bu yerda avokado и romashka ikkala foydali produksiyani yig'ilgani bu yerda sizlarga bitta shampunda chiroyli qilib bizga sostavka berishgan. Romashka juda ham foydali. Bu yerda avokado yog'lari bilan hidi juda ham zo'r qizlar. Buni ishlasangizlar hech qanaqa balzam ishlatishlari shart emas. Sochini bo'yaydigan qizlarimiz sochingizni bo'yagandan keyin yumshoq bo'lib qoladi-ku. Agarda mana shu shampun ishlatsangiz, har doim ishlatganingizdan keyin mana shuni yumshoq и juda ham приятный hidni beradi. И davolovchi, sochlaringiz to'kilayotgan bo'lsa, qotib qoladigan bo'lsa, mana shu shampunni ishlatinglar, juda ham zo'r. Bu shampunning narxiga keladigan bo'lsa, 550-600 rublga yarim litrini, qizlar yarim litr shampunni olasizlar. И натуральный, и приятный, и bu yerda ham balzam, ham shampun. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, juda ham suyuq shampun emas, и ko'p vaqtga yetadigan. Keyin bu yerda qizlar mana bunday bizga malinali skrablarimiz kelgan. Yuvinish uchun bu skrablar juda ham quyuq, hidini aytsizlar juda ham приятный. Hozir yozga, bahorda yuvinadigan bo'lsangizlar, bu skrablarning ichida qaranglar, blesk skrablari bor. Bu gelning ichida tanani oqartiradigan xususiyati bor. Qaranglar, bu yarim litri bizga где-то 450-500 rublga kelyapti. Yana bizga kompaniya tarafdan skidka ham bo'ladi. Keyin bu yerdagi mana bu mahsulotni aytmoqchiman sizlarga. Jardani Gold yangi chiqqan atrini bu yerda ham kremi, ham atri ikkalasi birgalikda bizga mana shunday ko'rinishda где-то 1800-1900 rubl atrofida keladi. Mana shunday ikkita nabor birlashgan. Xohlasangiz buni podarka sifatida bersangiz ham bo'ladi. Ko'rinishi ham juda ham katta. Undan tashqari 50 mg parfyum juda ham zo'r. Hozir parfyumini o'zi 3000 rubldan oshiq kelyapti, lekin bu yerda ham parfyum, ham 50 milligramlik kremi ikkalasi 1800 rubl atrofida kelyapti. Undan tashqari mana shu atirni agarda kim dostavka qiladigan, zakaz qiladigan bo'lsa, dostavkasi tekin tushyapti. Keyin eng zo'r narsa mana shu bizga mana bunday chiroyli yangi chiqqan kushonoviy pomadamiz. Mana shu zakazlarni qilganimiz uchun bizga podarkaga kelyapti. Hozir bizga bitta yangi chiqqan atir kim zakaz qiladigan bo'lsa 199 rubl evaziga kelyapti. Menga WhatsApp yoki Telegramdan yozsangizlar, men sizlarga обязательно katalog yuboraman. Narxlari bilan ko'rib chiqasizlar. Undan tashqari qancha skidka bo'lishini, qancha sizlarga oylik chiqishlarini ham tushuntirib o'taman. Va kim zakaz bermoqchi bo'lsa yozsangizlar ham bemalol arzon skidkada olib bilasizlar. Rossiya, O'zbekiston hamma joylarga dostavkalarimiz ishlayapti qizlar. Kim agarda biznes qilish xohlasa ham yo'llarini o'rgatib o'taman.